Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 9. Qashqar Əmir Məhkəməsi. Naştadan keyin Qashqar əmiri Mirza Haydar Doğlati və Mirza Babaqbək, Malika Möhtərəm xanımlarning hamrohligida əmir divoniga kirib kelgan Sultan İsmoil xonni Bomdoddan yenibla mahkamaga kelib saqlab turgan Qashqarning qalamdor va alamdor amirlari durida o'rnidan turishib qarshi oldi. Assalomu alaykum qiblagohim. Va alaykum assalom, dedi İsmoil xon amirlarning salomini ilik elib. Sultan İsmoil xon saroyning to'rt tarafidagi 3 poylik shoh supidagi ustiga qoplan terisi silingan kursga berib o'tirib bo'lgandan keyin amirlar yana qaytadan ahvol so'rashdi. Bugun Əmir Məhkəməsinin katta sarayıga cəm bo'lgan Qashqarning cho'ng kichik əmir bəglari o'zlarining buncha saharda chillab kelinganligini bilmay taajjublangan. Shundaqla Sultan İsmoil xonning tunugun Qashqarga tuyuqsiz yetib kelganligini anglab dargumanda qilishgan edi. Ular saroyga kirib kelgan Sultan İsmoil xonni ko'rganda bo'lsa, ham hayron qilishdi, ham huduqdi. Xuddi tunugun digar vaqti bilan osmondan tushgandakla paydo bo'lgan Sultan İsmoil xonni ko'rgan Mirza Haydar Doğlatidak cho'ng baglamu hayron bo'ldi. Sultan İsmoil xonning hasham dog'dug'siz Qashqarda paydo bo'lib qilishi ularni necha hassa gumon va sarosimiga sep qo'ygan edi. Qashqar amirlarining ko'pinchisi Sultan İsmoil xon bilan tunji qatim ko'rishgan bo'lg'ashqa, xonning oldida o'zlarini qandoq tutishni bilolmay, put-qo'llari kalvalashgan, his tuyg'ulari qolaymaqonlashgan edi. Xonning chiroyiga qarashqa jur'at qilolmay, beshini to'van silishgan edi. Shahzoda Yo'lbosxon zamonasida xon o'rdasidagi shohnishindan qilishmoqdek katta yosilib, hashamatlik bezalgan bu saroyni surib bosgan edi. Tunugunki suiqasddan amon qolgan Sultan İsmoil xonning texchila qopqi ichilmagan bo'lib, chiroyi to'liq surlik ko'rinadi. Erkin ozoda nafas edishqimi petnamay qo'l bog'lagan peti texchila o'ri turishgan amir baglarga Sultan İsmoil xon o'tirishga ijozat berdi. Janobi amir baglarga ijozat. Qiblagohimning himmatiga ashqallah. Əmirlər özlərinin orullarını tepişib, əymini bıraq oturuşdu. O, Sultanul Muhaqqiqin bolmuş, Xoca Hidayetullah İşan dərgahıga çapar mən mağdurdunuzmu əmir? So'radi Sultan İsmoil xon texchila o'tirishga betnamay o'ri turgan Mirza Haydar Doğlatiga qarab. Qiblagohimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Haydar Doğlati beshin töven egib. Yotishbek Bomdoddan yenibla farmon topshirib olgan, kelar muhlati bo'ldi. Sultan İsmoil xon ko'zlarini yerim yumg'unicha yana jimjit o'tiradi. Turqidan kalisining to'limi chigish, ziddiyatlik xayollar bilan to'lib ketganligini bilib olmoq ancha qiyin emas edi. Xoca Hidayetullah İşanning ismini anglagan Qashqarning amir baglari Sultan İsmoil xonning Qashqarga tuyuqsiz paydo bo'lishi bilan Xoca Hidayetullah İşanning Yotishbek orqali chaqirtishning biror munosabati borligini faraz qilishib, bir-biriga ko'zning quyruqida qarshi oldi. Amirlarning orasidagi sulki ishqiya muratlari bo'lsa, biror balo qazoning shapsini sezgandek yuraklari ansiz so'qishga boshladi. Şu esnada sarayning qo'sh qanotliq naqshliq ishki tuvida beshiga oppoq salla, uchsiga tegi oq, chig' yo'lliq shoy yakdak kiygan Hidayetullah İşanning gavdasi ko'rindi. Uning orqasidan Yotishbegi kelyotdi. O'zini xotirjam tutishga tirishayotgan bo'lsa-mu, chiroyidan ko'nglining xotirjam emasligi chiqib turgan Hidayetullah İşan to'rdagi hashamatli kursida sur hayvat bilan o'tirgan Sultan İsmoil xonni ko'rib, qattiq cho'chib ketdi. Yuragi amburda qisqandek sirqirab, vujudini xuddi kalkundak besib kelgan bir vahima put-qo'llarida jon didorini qo'ymadi. Paloqqa yiqilib tushdan o'zini aran tutib turdi. İşan Sultan İsmoil xonning texchila hayot turganligini ko'rib, o'zining cho'ng bir balo qazoga duch kelganligini darhol tushundi.
xabarchi kaptar shunga tunguni qaytib kelmabdi-kanda. Qandaqsiga aman qolgandi bu dahri yoki ijobul g'ayblar qo'l silib bo'g'icha quyruq tutqizmay yapchandan o'tib olganmidi? Ишан көзіріне Сұлтан Исмайыл ханның соғық нұр чақнап тұрған көзірден әпқачып тұрып салам бәді. Әссаламу алейкум, хануха қан алилері. Исмайыл хан Ишанның салымыға соғық бір нәзір ташлаш білән күпайыланды. Салымы илік илінмаған Ишанның вүжудыға яны бір әсі вәхимі олашды. Ижабыл ғайыплар білән тоқынышыпты. Бұланы аралла етті адам деген әмәсмеді? Qandaqsiga aman qolgandir, ha? Ahvolning tegi-taktini bilib qolmagandi. Mumkin emas. Ijobul g'ayblarim hargiz iqro qilmaydi. Balki mendan gumonlangandi. Mirza Babaq degan murtatning ko'zdan hech nima qochib qutlanmaydi. Ashu osi munofiq xonning gumonini menga burg'an gap. Yopirim. Ashu dajjal malikining menga tikilgan ko'zlari nemancha adovatlik. Mayla anchikim gumon bilan nima qila oladi? Tinib olaman. Allohni, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni, choryorni, kalomullahni, qutbul aqtobliqimni, piri buzurgliqimni shepi keltirib qasam ichaman. Texi qamlashib qolsa, bu ishni qor musulmon, soqiyatchi murtad maxtumzotlarga dungab qo'yib, qutulib ketishi mumkin. Kerametullah, katibim babai buzurgum, mazar podshahi padarim, bana medet qilgaysizlar. Qibligahimizning muborak poyi qadamlarining azizona Qashqar diyoriga yetganligidan bexabar qapdiq. Dedi bir oz esini yiqqan Hidoyatullo Eshon yog'limi tilini ishq silib. Amir Mirza Haydar Duhlati janoblari xabar berayotgan bo'lsa, oldilariga istiqbolga chiqar ekanmiz. Sultanul Muvaqqaqin bo'lmish Hazratimning kashfu karomatlari 18 ming olamning sir asrorlarini bilib turuqliq. Bu ishdan bexabar qolganiga hayronman, dedi Sultan Ismoil xon chiroyini o'zgartmay. Xonning ikki bisliq so'zirdan damonliqqa biror ma'ni his qilamagan Xo'ja Hidoyatullo Eshon xonning o'zini Sultonul Muvaqqaqin deb atganligidan biroz xotirjam bo'lib, yana so'zini davomlashtirdi. Biz gerçi Sultanul Muvaqqaqin Veliyullah bo'lsaqmi, 18 ming olamning sir asrolarini tamamiy bilib turishga yanılı acizmiz. Şu tapda on Hazretimning optopdak jamolini ko'rib turganligimizdan cheksiz baxtiyorlik his qilsaqmi, ammo oldilarga chiqib istiqbol bajo keltiramaganligimizdan ko'p afsuslanmoqdamiz. Eshonning hech nima bilmagan qiyofatga kirib olib, ha deb so'z o'yintishidan bezor bo'lgan Malika Muhtaram xonim g'azabini besololmay chachrab o'rnidan turdi. Eshon hazratlarining nemadan afsuslanayotganligi shu topda o'ziga ayon. Oldimizga avatgan hijobul g'ayblari naytim yaxshi istiqbol bajo keltirdi. Ammo paxtaning orasida o't saqlab turishga qodir qudrati cheksiz egam buyurmagan ekan, aman qoldik. Eshonni yana bir qitim surib bosdi. Atdigandila Amir mahkamasiga taklif qilib kelgan yotish begini ko'rib, tunigundan beri qaytib kelmagan xabarchi kaptarning yo'liga talmurib, har xil xiyollar bilan tuzuk orom olamagan Hidoyatullo Eshonning arvoyi 40 kez ushgan edi. Odatda Amir mahkamasiga taklif qilinsa, mahkama bekavulbegi yoki uning o'rinbosari hech bo'lmaganda Amir mahkamasining chaparmalari izzat ikrom bilan taklifnoma ilib chiqatdi. Bugungi bu taklif to'liq g'alati edi. Xos o'g'ri qaroqchilar bilan hisoblashadigan Qashqarning omonlik ishlariga mas'ul yotishbegi hech qanday hurmat ehtiromsizlar Eshonni Amir mahkamasiga taklif qilib, hozirla yo'lga chiqishni talab qilib, maqtak qarab turadi. Uning to'liq qurollangan 100 nafar nökri Eshon qasrining oldida buttaq qetib turadi. İştanğa chiqqan ko'ngilga tayin degandek, aslidinla ko'ngilda jinba Eshon yotish begini ko'ribla sarosimaga tushgan.
Sultan İsmail xanni qasdash planning amalga oshmaganligini sezgan edi. Mana endi Malika Muhtaram xonimning so'zlarini anglab, suiqasdini Sultan İsmail xonning to'liq bilib qolganligini his qildi. Shundaqdimi ilgarlik bilan tirkashdi. Malika Muhtaram xonimning bundaq deyishidagi muddaosi nima ekan? Muddao op-ochiq, dedi Eshonning chiroy ifodasini kuzatib turgan Mirza Babaqbek so'z elib. Tunigun Sibitlar bilan yapjon orlig'idagi cho'lda qotillarning hujumiga uchragan bo'lsaqmi, Allohning inoyati bilan omon qoldik. Bu ishonlar Hazratimga ancha sir bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bu ishlar Hazratimga ancha sir bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Tuhmatxo'rni Allohmi kechirmaydi, dedi Eshon ko'kamilik bilan chichangshib va Sultan İsmail xonni qarab zorladi. Dad, ey adolat panohim, birov kona nizo adovatlarni bahona qilib, tuhmat chaplayotidi. Bu ish adolat taxtining sultoni bo'lmish, on Hazratimning shon shuhratiga nuqson yetkazadi. Hazratim, ortiqcha iztirobda bo'lmag'ay, dedi Sultan İsmail xon Eshonga miqtat tikilib turib. Shuni bilgim keladiki, buyuk Saidiya tasarrufida ahli suluk peshvolidan janoblardan bilak yana bir sultonul muhaqqiqin bormidi? Albatta yo'qdir. Sultonul muhaqqiqinlik maqomiga yetish faqat bizlarkim saodatman sulki ishqiyapiri azimiga nisb bo'lgandir, dedi Sultan İsmail xonning maqsadini tushunmagan Hidoyatulloh Eshon o'zini ko'tishga aldirab po etib. Undaqda Yengsardagi hijobul g'ayiblarga avatgan munu farmonni Janobi Sultonul muhaqqiqinning yozganligidan zinhor gumonlanmasak bo'g'dak. Sultan İsmail xon shundoq dedi-da, tortuqning qo'yindan tepib olgan teri qapchiqni Eshonga ko'rsatdi. Teri qapchiqni ko'rgan Eshon yog'ochda qetib qoldi. Ushbu farmonni Janobi Sultonul muhaqqiqin o'z ko'zi bilan ko'rib boqay, dedi Sultan İsmail xon bir chetda qarab turgan Hudaychiga teri qapchiqni tanglab. Hudaychi teri qapchiqni xonning qo'lidan ehtirom bilan oldida Hidoyatulloh Eshonning oldiga akilib to'xtadi. Qani, echib ko'rib baqsizlar, Hazratim. Eshon teri qapchiqning ichidagi xatni titrab turgan qo'llari bilan tasta oldida ko'zlarini chimildatganicha nazar tashladi. Shu daqiqada uning butkul badanidan yomg'irdak qor tar to'kiladi. Ey adolat panohim, mening nomimda yozilgan bu farmon birovlarning oldin planlagan suiqasdidir, dedi Eshon zotinib. Olilari bu ishni savrchanlik bilan tahqiqlab ko'rgaylar. Bu chaqda o'rnidan turib, so'zlashga og'zini o'malgan Mirza Haydar Do'g'latini Sultan İsmail xon sharat qilib to'xtatib oldi-da, Eshondan so'radi. Undaqda aytsizlar, Hazratim, bu kimlarning planlagan suiqasdidir? Bilguchi Alloh, dedi Eshon texmi bak ushuqliq qilib. Ammo sulki soqiyachilardan gumonim bordir. Chunki ular men kim sulki ishqiya peshvosini har qachon qasdlab keldi. Sultan İsmail xon xotirjamlik bilan yana so'radi. Eshon hazratlari unutib qolmasinki, tunigun shum ajal qo'yindan ming bir jafoda qutulib qolgani sulki ishqiya peshvosi Sultonul muhaqqiqin janoblari bo'lmasdan, balki men va mening hamrohlarimdir. On hazratim sulki soqiyaga irodat qilganligi uchun o'z yoranlaridan zinhor gumonlanmaydiganligi bizga ayon. Eshon amdi Sultan İsmail xonga hujum qilishga boshladi. Agar bu suiqasdni bizni qildi deb gumonlanib, uvol qilaman deslar, biror dalil isbot ko'rsatishlari kerak. Bo'lmasa zinhor qoyil bo'lmayman. Navoda zulm qilaman deslar, mana men tayyor. Shu sababli o'tkazgan gunoh kabirlarimizni yaratgan Alloh egam hargiz kechirmaydi. Sultan İsmail xon amdi so'zlislar deganni qilib Mirza Haydar Do'g'latiga qarab qo'ydi. Hazratimga dalil isbot kerak bo'lsa, u muboh.
dedi Mirza Haydar Dug'lati qo'yindan bir parcha xatni chiqarib. Mana bu Eshon Hazratimning menga yozgan maktubi. Maktubdagi xat bilan teri qapchiqdagi farmonning xatini silishtirib ko'rib boqaylar. Mirza Haydar Dug'lati xatni akidib Eshonga tangladi. Eshonning burnini sarg'ayib, ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Madad tilab, atrofiga alanglab qaradi. Eshonga qo'l berib, sulki ish qilib yo'lini tutgan bir qism amirlarning qo'rqinishdan jon imoni chiqib ketgan edi. Eshonning jaloqlab titrab turgan vujudida qo'lini uzitib xatni og'dak majoli qolmagan edi. Har qancha hiyla ishiltibmi bu jinoyatdan qochib qutulishga ko'z yetmagan Eshon Sultan Ismoil xonning dahshat yig'ib turgan ko'zlariga shundaqli qardida yerga mo'kkil tizlandi. Azmaz Allah, qibligahim shafaatlikdir. Eshon ho'krab yig'ilibdi. Jon qayg'usida qolgan Eshonning vujudida ilgirki takabburlikdan asarmi qolmagan edi. Hazratimni obtaroq joylashtirib qo'yinglar, dedi nimanidir xiyoldan o'tkazgan Sultan Ismoil xon. Yotishbiga ikki navkarga buyurib, to'xtamay yig'layotgan Eshonni ochiqib ketdi. Sultan Ismoil xon peshonasini tutqunicha cho'nqur xiyolga g'arq bo'lgan edi. Amirlar nima deyishni, nima qilishni bilmay o'ng'ib turishadi. Amirlarga ijozat, dedi Sultan Ismoil xon birdanla xiyoldan bosh ko'tarib. On Hazratimning himmatiga ashqallar. Mirza Papaqbek, Mirza Haydar Dug'lati va Malik Muhtaram xonimdan boshqa amirlar saroydan chiqib ketishdi. Bu riyakor Eshonning qolisini darhol ilishtirib kerak edi, xon ota, dedi Malik Muhtaram xonim o'zini tutib ololmay. Rahimdilliklarining mo cheki bor, ul munofiqni damalliqqa o'limga buyurmaganliklarining boisi nima ekan? Sultan Ismoil xon Malika Muhtaram xonimga javob bermay, Mirza Papaqbek bilan Mirza Haydar Dug'latiga qaradi. Bu haqda janobi amirlarimning muddaosini bilgim bor. Sülük majralari sababli Buyuk Saidiyya tasarrufining saltanati har qachon tavrabli keldi, dedi Mirza Papaqbek o'ylangan holda. Necha yildan beri al-raiyat bu jangi jidallarning azobini oz tatmadi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari qazo qilgandan keyin sülük majralari bir mahal jimiqqan edi. Mana endi o'ylamagan yerdan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon on hazratimni qaslab ko'zni saltanatga tikdi. Buningdan ayonki bir kushandidan qutulgan sulki ishqiyachilar endi nazrini taxtga og'dirmoqda. Alhamdulillah, cho'ng bir suiqasddan omon qilib, suiqasdchini tutishga muvaffaq bo'ldik. Meningcha bo'lganda xon olilari raqibini bilib olgan ekan, zinhor sil rahim qilmaslik kerak. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning 200-limichi qora niyat riyokor odam ekanligini Shohzod Yo'lbosxon zamonida bilgan bo'lsam-mu, on hazratimning himmat shafoatiga erishib, Qashqarning amirlik mansibida o'tirganimdan beri, ul Eshonning shirin shakar so'zlariga ishinib, xon olilariga ma'lumot yo'llaganimdan ko'p afsuslanyapman, dedi Mirza Haydar Dug'lati. Endi bildimki, Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning saltanatga qilchi sadoqat yo'q ekan. Yaqinqi bir necha oy ichida heliqi yorliq sababli Qashqarda ko'p majrolar yuz berdi. Muridil hidoyatchilar yorliqni dastak qilib, xonlik qonun yasoqlar bilan qarshilashdi. Hidoyatulloh Eshon bilan bir necha qatim so'zlashgan bo'lsam-mu, nasihatimga zorli quloq solmadi. Sulki ishqiya muridlarni o'rdi bilan qarshilashga ochiqdan ochiq quturatdi. Bu haqda o'rdiga bir necha qatim ma'lumot yo'llagan edim. Mana endi Eshonning haqiqiy niyat iqboli oshkor bo'ldi. Oqshom deyishganimizdek, o'rda amirlari orasida Eshonning yiqilari bor. Ular suiqasdni birga planlashgan va xon odilarining avomchi kiyinib xufiyon el orlayotganligini Eshonga oldin xabar berib etgan. Ularning maqsadi saltanatni changiliga elish. Meningcha choyonni tepib olgan ekanmiz, vaqtida ujuqtirib etganimiz afzal. Bo'ri bilan do'st bo'lsa, hamon qo'yga ziyon.
Mirza Haydar Doğlatı'nın ahırkı sözlerden hayacanlanğan Malika Möhtərəm xanım Sultan İsmail xanның texçe bir qararga kelenmey, delig'ul bo'layotganligini ko'rib, tövendeki ikki misra nazmini o'qidi. Ko'rinsa kimning ko'ziga dushman, o'ltirmaydigan o'ziga dushman. Bu Saidi Shirazining she'ri deb izohat berilibdi. She'rni anglab Mirza Babaqbek Malikaga qarab qoyillik bilan boshlanishdi. Janobi amirlarimning maqsadini butunlay tushundim, dedi Sultan Ismoilxon xiyolchanlik bilan. Albatta, bu riyokor ishonning darhol kollasini edish kerak edi. Ammo shuni unutilib qolmasinlarki, butkul Saidiya tasarrufidagi ra'iyatning yerimi degudek ul riyokor ishonga iroda qiladi. Ul tapda biz uchun ishonni o'limga buyurmoq to'liq oson. Ammo tuman manglagan muritil hidoyatchilarga nima deymiz? Navoda ular pir buzrugimizni o'ltiribdi deb saltanatga qarshi qo'zg'alsa, qanday qilamiz? Bir osiy munofiqning o'limi bilan butkul Saidiya tasarrufida tugamas jangi jidal boshlanib ketishi mumkin. Mening shu tapda ko'zda tutayotganim buyuk Saidiya saltanatining aminligi, behuda qon to'kilishning oldini olish. On hazratim haqiqatan donolik bilan Iroqni ko'ralaydilar. Iroqni ko'zlabdilar, dedi xonning muloyisiga qoyil bo'lgan Mirza Babaqbek. Albatta, saltanatning muqimligi, el ra'iyatning osoyishligi hammadan afzaldir. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning o'limi sababli el ra'iyat orasida turli fitna fasodning paydo bo'lishi, sulki ishqiya qisoschilarining qo'zg'alib ketishi turganli gap. Ammo buni deb ul riyokor Eshonni osonlikcha bosh qo'yishga zinhor bo'lmas. Ehtimalim ana hazratimning bu haqda o'ylaganlari bordir. Men attigandan beri ko'p o'ylandim, dedi Sultan Ismoilxon. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni tasarrufimizdan balo-chaqa jaddi jamiyati bilan qo'g'lab chiqarish, bu zaminga ikkinchilab oyoq bosmaslik haqida yodliq tushirmoqchiman. O'ltirgili bo'lmagandan keyin qo'g'ilib etmektin o'zga tadbirmi yo'q o'xshaydi, dedi Mirza Babaqbek hasratlangan holda. Qo'lingda tosh bo'lsa, tosh o'zra yilon, jinoyat bo'ladi urmasang shu an. Malika Möhtərəm xanım Sultan Ismoilxonning Xo'ja Hidoyatulloh Eshon ustidan chiqargan hukmiga bo'lgan noroziligini yuqorqi ikki misra she'rini o'qish orqali bildirdi. Sultan Ismoilxon bu she'rni anglab hasratlik tinib qo'ydi-da, lam-jim demedi. Xonning allaqandoq bir qarorga kelib bo'lganligini bilgan Mirza Haydar Doğlati beshini tuvan soldi. Shunda qilib milodiya 1672-yili yozda Sultan Ismoilxonning yorligiga binoan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon oila tavobatlari bilan Saidiya zaminiga mangu oyoq bosmaslik sharti bilan qo'g'lab chiqarildi. Yolab mangan 500 nafar nökər uni Erkashtom yo'li orqali Tam Mo'lun Tashqi Olay cho'qqisidagi Qizil Arat eg'izi, Qo'shquduq qatorliq tog' yo'llardan o'tkazib, Badaxshon chegarasi ichiga opirib qo'yib qaytib keldi.